Xotirangni sinab ko'ramizmi? Ekranda 10 ta so'z chiqadi. Diqqat bilan yodda tut. Yostiq, ko'rpa, tush, esnash, charchoq, tun, yotoq, orom, xurrak, mudrash. Endi ro'yxatni yop. 3 ta savol. Har biriga 3 soniya. Birinchi. Yostiq ro'yxatda bor edimi? Ha, bor edi. Ikkinchi. Choynakchi? Yo'q, u yo'q edi. Endi eng muhimi. Uyqu degan so'z bor edimi? O'ylab ko'r. Ishonching komilmi? Yo'q edi. Uyqu degan so'z umuman bo'lmagan. Lekin ko'pchilik bor edi deb ishonadi. Nega? How Memory Works kitobida aytilishicha, odamlarning qariyb 40% bo'lmagan bu so'zni eslaydi. Bu soxta xotira. Sababi oddiy.